Assalomu alaykum. Noldan tarixing deb nomlangan ikkinchi darsligimda sizni ko'rib turgandan juda ham xursandman va bugun nimalar haqida gaplashamiz? Bugun juda ham qiziq mavzu bo'ladi, ya'ni trafik mavzusi. Trafik nima o'zi degan savol tug'iladigan bo'lsa sizda, ya'ni ko'pchilik bilsangiz, reklama yoqqanda, knopka chiqqan paytda knopkani bossangiz, Telegramga o'tib ketasiz yoki-da qaysidir bir platformalarga o'tib ketib qolasiz. Shu narsa trafik orqali bajariladi. Bugun shuni to'liq ko'rib chiqamiz. Va uni ichida auditoriya tanlash, reklama platformalarini sozlash, videolarni yuklash va matn qo'shish kabi mavzularni to'liq ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, ketdik. O'tgan darsimizda Instagram akkaunt ochishdan tortib, reklamli akkaunt ochishgacha to'liq darsimizni o'tgandik. U darslarda yaxshilab ko'rib olgan, akkauntlarni to'g'ri ochib olgan bo'lsangiz, uje sizda shunday Ads Manager bo'ladi. Ads Managerga kirganimizdan keyin biz uje Sazat knopkasini bosamiz. Sazat knopkasini bosganimizda bizda mana har xil reklamli maqsadlar kelib chiqadi. Misol uchun o'zimiz maqsadi, ya'ni ko'proq axbat qilish. Bizda hozir trafik maqsadida reklama yoqishni ko'rib chiqamiz. Trafik ustiga bosamiz va продолжить qilamiz. Bu yerda ikkita narsani so'rayapti. Rekomendatsiya nastroyki, ya'ni bu Facebookda o'zi orqali, AI orqali reklama yoqasanmi yoki o'zing ruchnoy yoqasanmi deb so'rayapti. Biz ruchnoyni tanlaymiz. Chunki bizni hali auditoriyamiz kimligini, klient kvartiratimiz qanaqaligini Facebookda o'zi bilmaydi. Va birinchi bizda mana 3 ta oyna ochiladi, kompaniya oynasi ochiladi. Nazvaniya kompaniya so'rayapti. Bu yerda reklama maqsadimizni yozamiz. Misol uchun Telegram kanalga reklama misol uchun yozib qo'yamiz. Yozganimizdan keyin boshqa narsasiga tegmaymiz, o'zi auksion bo'lib ishlaydi. Biz новый группа объявления bo'limiga o'tishimiz kerak. Bu joyda новый объявление reklama joyida biz bu yerga ham nom berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga odatda bizni necha pul budjetga reklama yoqayotganimizni va auditoriyamiz yoshini belgilab qo'ysak bizga udobniyroq bo'ladi. Misol uchun 15 dollarga deylik, 5 dollarga 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan auditoriyaga yoqamiz. Misol uchun erkaklar qilsa bo'ladi yoki-da ayollar qilsa bo'ladi yoki общий auditoriyaga qilsak ham bo'ladi. Mana bu joyda konversiyalar bo'yicha sizga tavsiyalar beradi. Misol uchun Instagram yoki Facebook направление qilasiz, звонокka yoki-da biz ko'proq saytga, ya'ni Telegramga yoqayotganligimiz uchun saytga yoqamiz. Shu joyning o'zida SMS o'ziga ham yoqsa bo'ladi, звонок o'ziga ham yoqsa bo'ladi. Ya'ni knopkani bosgan paytda звонок bo'ladi yoki knopkani bosgan paytda sizlarning direktlarga SMS yozishlari mumkin bo'ladi. Pastroqga tushamiz. Pastroqga tushganimizda bizda mana dnevnoy budjet so'rayapti. Misol uchun biz 5 dollar belgiladik. 5 dollar qo'yapmiz. Boshlanish vaqti 14-iyul 2025-yil. Hozir soat 10:54 minut o'tgan bo'lsa, 10:54 minut shunaqa payt bo'ladi. Iloji boricha reklama yoqayotgan paytinglarda, obeddan keyin bo'ladigan bo'lsa, obeddan keyin ishlaydigan qilib yoqmanglar. Iloji boricha ertasi kuni soat 12:01 dan keyin ishlaydigan qilinglar. Shunda reklama budjetinglarni to'liq sarflaydi. Ya'ni misol uchun 5 dollarga odatda qanaqa rezultat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 5 dollarga yoqadigan bo'lsanglar, sizlarning kanalingizga taxminan 50 ta odam o'tadigan bo'lsa, 50 ta odam o'tadi. Agar obedda yoqadigan bo'lsanglar, 5 dollar sarflaydi kunda oxirigacha, lekin 10 ta, 5 ta kelsa umuman odam o'tmay qolishi ham mumkin. Shu sababli iloji boricha reklamani kunda boshida, ya'ni soat 12:01 paytlarda yoqiladigan qilib boshlaydi. Shuning uchun mana 15-chislo soatda misol uchun 00:54 qilib qo'yaman. Bu удобный время. Bu yerda tugashini belgilab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun 15-iyul boshlanadigan bo'lsa, bizda reklama belgilab qo'yishimiz mumkin. Yoki mana 5 kunlik qilib qo'yishimiz mumkin. 15-iyul yonyaptimi? Bizda 20-iyul reklama o'tsin shu paytda. Misol uchun 23:54 misol uchun shunaqa qilib belgilab qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda запланировав budjet qilsa bo'ladi. Ya'ni sizlarning reklamanglar soat nechidan nechigacha vaqtda yoqib turishini ham belgilasanglar bo'ladi. Misol uchun 15-iyul soat 12:54 da yonib 16-iyul 00 da o'tsinmi? Yoki-da 15-iyulda o'zida soat 20
0.20 00 da o'chadigan qilsa ham bo'ladi. Shunaqa qilib budjetni taqsimot qilsanglar ham bo'ladi umuman. Ya'ni ba'zida auditoriya kechki payt umuman internet kirmasligi mumkin. Shu paytda reklamaga ishlamaydigan, faqatgina auditoriya internetga, ya'ni Instagram yoki Facebookga kiradigan paytda reklamani yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Va bizda pastroqqa tushganimizda bu yerda auditoriyani, ya'ni klientskiy portretlar bo'ladigan bo'lsa, auditoriyalar taxminan sotib olish auditoriya necha yosh, ularda qiziqishlari qanaqa, shu joyni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, переключиться degan joy turibdi, saqlanib auditoriya, shuni yonidagi knopkani bosamiz. Использовать bosamiz va bizda уже shunaqangi oyna ochiladi. Misol uchun faqatgina sizlarda mahsulotlarni sotib oladigan yoki biznesinglar joylashgan joy Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, bu joydan Toshkent o'zini belgilasanglar bo'ladi. Radiusini kichaytirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Misol uchun 17 kilometr. Bu yoqda ko'rinib turibdi. O'zi aslida bundan ham kichikroq qilsanglar ham bo'ladi. Uning uchun bu yerda поставить metkani olamiz. Поставить metkani olib belgilaymizda. Mana поставить metka belgilangan joyimizni istalgan masofagacha belgilasak bo'ladi. Misol uchun 4 kilometr. Endi mana shu joy. Misol uchun Chilonzorda o'ziga reklama qilmoqchi bo'lsangiz, Chilonzorda o'zini bu yerdan kartadan belgilab, kartadan belgilaganingizdan keyin mana misol uchun belgilaysiz. Mana bu yerga yaqinlashtirib belgilasa bo'ladi bemalol. Yaqinlashtirib aviasozlar ko'ryapmiz bizga Qorasuv, Old City va Chilonzor bu tomonda. Chilonzorda o'ziga tashlasangiz bo'ladi. Misol uchun Chilonzorda o'ziga tushdi. Keyingi reklamamiz, misol uchun shu joyini olamiz, 5 kilometr belgilaymiz. 5 kilometr belgilaymiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Qolganlarda o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Misol uchun 4 kilometrni o'chirib tashlasak bo'ladi. Chilonzorda o'ziga belgilab yoqsak ham bo'ladi. Keyin bu yerda yoshi, misol uchun auditoriyamiz tepada belgiladik. 20 yoshdan 40 yoshgacha dedik. Bu yerda 20 40 yoshda belgilaymiz. Va bu yerda uni qiziqishlarini yozib chiqamiz. Misol uchun men soham marketing bo'lgani uchun men nima qilishim mumkin? Biznes deyishim mumkin. Ya'ni mana biznes. Yana biznesmenlar ko'proq nimalarga qiziqadi? Misol uchun sayohatga qiziqadi. Sayohat yozishim mumkin. Misol uchun. Misol uchun marketingga qiziqadi. Marketing bo'yicha reklama yoqyapman. Marketing. Va shunga o'xshab qiziqishlarini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. 2 ta yoki minimum 3 ta yozsanglar ham bo'ladi. Bu yerda bizda bilasizlar, Meta'da Facebook, Instagram, WhatsApp va qo'shimcha platformalari juda ko'p. Shu sababli bizga eng aktual bo'lgan platformalarni tanlasak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, shu knopkani redakt qilamiz va bizda pastida polni chiqadi. Series chiqyapti, Audience Networking chiqyapti, Facebook chiqyapti. Bizga eng kerakligi baribir Instagram bilan Facebook xolos. Shu sababli faqatgina shuni belgilaymiz. Bu yerda ham qaysi kategoriyalar chiqishini tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun periodistobus. Hamma narsani ham tanlashinglar shart emas. Главный razdelda, periodistobusda shunga o'xshagan. Mana Instagram degan narsa bizda yo'q, uni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Rezultat poiskdan javonchalik rezultatni emas. Bo'ldi. Uje bu bo'limda biz to'liq nastroyga qilib bo'ldik. Endi biz belgiladik. Bizda bu yerda nimadir chiqib qoldi. Diapazon bo'yicha bizga aytyapti, sen tanlagan diapazon kichikroq bo'lib qoldi endi. Buni o'zingizlarga qarab belgilasanglar bo'ladi diapazon. Ya'ni buni lokatsiyani mana boshqatdan Toshkent qilib belgilab qo'yaylik. Toshkent region O'zbekiston hisobchi. Уже bo'ldi. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'lim bu video kreativ, ya'ni post yoki matn, rasm yoki video qo'yadigan joylar. Bu yerga ham misol uchun trafikka qanaqa video ishlagan bo'lsanglar,
Telegramga o'ting videosi deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda mana stransiya Facebook, akkaunt Instagram to'liq ko'rinib turibdi. Sizlarga ham ko'rinib turishi kerak. Mana bizda nastroyka kreativ degan joyi keldi. Nastroyka kreativ degan joyga kiramiz. Agar sizlarda rasm bo'lsa, rasm tanlaysizlar, agar video bo'lsa, video tanlaysizlar. O'zi oxirgi paytda faqatgina Instagramga video orqali reklama qilish anchagina arzonga tushyapti. Shuning sababli video qo'yganinglar ma'qul. Xo'p. Bu yerda media faylni tanlaymiz va загрузить qilib olamiz. Misol uchun download qilib, meni bironta videoim bo'lsa, mana bironta videoni tanlab olamiz. Videoni platformaga yuklab olishni ozgina kutib turamiz. Загрузка bo'lib oladi. Joylangandan keyin u yoqni davom ettiramiz. Уже ko'rib turganinglardek bizda videoni загрузка qilib bo'ldi. Download knopkasini bosamiz. Bu yerda o'zida agar redakt qilish kerak bo'lsa, redakt qilish mumkin. Ya'ni kesib kerak emas joyini olib tashlash ham mumkin videoni. Bizni bu yerda 16:9 ga to'g'rildi deyapti. Uni to'g'rilab olamiz. Misol uchun yuzim ko'rinishi kerak. Bo'ldi. Download knopkasini bosamiz. Bu yerda tekstni yozamiz. Misol uchun menda hozir tekst yo'q. Ya'ni sizlar agar описаниеda materiallar bo'ladigan bo'lsa, matnni shu yerga yozib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni Telegram kanal oddiy qilib yozib qo'yapman. Zagrafikaga ham xuddi shunaqa yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda knopka so'rayapti. Ya'ni bilsangiz reklama yoqilgan paytda pastda knopkasi chiqib qoladi. Ya'ni открыть profil Instagram, подробный, registratsiya shunga o'xshagan knopkalar chiqadi. Shulardan qaysi birini qo'yasan deb ko'rsatyapti. Eng ko'p ishlanadigan knopka baribir ham подробный knopkasi. Shuning uchun shunda qoldiramiz. Dalil tugmasini bossamiz. Unda ham dalil tugmasini bosamiz. Video qo'yilgandan keyin ozgina kutish kerak bo'ladi bu joyda ham. Uje platformalarga joylanishi boshladi. Platformaga joylangandan keyin ko'rishinglar mumkin. Videoda shu joyda ham ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bizda mana uje URL sayt so'rayapti. Ya'ni bizni qo'ymoqchi bo'lgan Telegram kanalimizni silkasini so'rayapti. Bu yerda Telegram kanal yoki qanaqadir saytga olib o'tasizlarmi? Landing page olib o'tasizlarmi? Shu joyga saytni qo'ysa yoki Telegram kanalni joylab qo'yishimiz kerak. Bu yerda hozir Telegram kanalimni olaman. Telegram kanalim. Bu yerdan silkasini olamiz. Silkasini olib shu joyga qo'yamiz. Agar shu silkasini olganlar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu joyga http qo'yib chiziqcha qo'yilsa ham ishlaydi. Bu yerda bitta pi qolib ketdi. Bo'ldi. Xuddi shunaqa ko'rinishda yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bakaz knopka, ya'ni qo'shimcha knopka so'rayapti. Qo'shimcha knopka shart emas. Bizda uje tayyor bo'ldi. Bu yerda so'rayotgan, unda qilayotgan narsalar, ya'ni interest. Bu yerda bu narsa qolib ketib qolgan ekan, period bo'yicha shuni olib tashlaymiz. Planirovkani tugadigan vaqti uje muammo qolmadi bu yerda. Bo'ldi. Shuni so'rayapti. Bu yerda reklamani yoqib yuborsa bo'ladi. Umuman hisobda muammo yo'q. Hozir menda karta ulanmaganligi uchun reklama yonmaydi. Agar sizlarda oblyukat yozadigan bo'lsanglar, uje to'g'ridan-to'g'ri shu belgilangan vaqtlardan boshlab uje reklama ishga tushishi boshlaydi. Shu bilan Telegram kanaliga odam olib o'tmoqchi bo'lsanglar, shu orqali odam olib o'tsanglar bo'ladi. Trafikni ikkinchi asosiy maqsadlaridan yana bittasi bu o'zi ko'pincha holatda reklama yonganda knopka bo'ladi. Открыть profil Instagram, ya'ni knopkani bosganingizda to'g'ridan-to'g'ri Instagram akkauntiga o'tkazish knopkasi bo'ladi. Ko'proq targetingda voronka orqali sizga to'g'ridan-to'g'ri taklif bilan reklamada chiqmaydi. O'zini qiziqtiruvchi videosi yoki qanaqadir umumiy videolarini ko'rsatib akkauntiga olib o'tishadi ko'pchilik. Ya'ni lead magnetlar qilishadi. Misol uchun darsli hozirgi paytda eng ko'p qo'llanilayotgan agar bironta odamni ko'radigan bo'lsangiz,
qanaqadir darslik chiqaradi, kommentariy yozing yoki shu orqali darslik jo'natib beramiz. Shu bo'yicha ham ko'proq trafik maqsadida yoqiladi. Buni qilish uchun bu yerda 3-maqsad tanlaymiz. Instagram yoki Facebook degan tugmasi bor. Вот. Shuni tanlaymiz. Shu orqali profil Instagram chiqyapti. Bu hammasi bir xil. Bu yoqdagi ham deyarli bir xil bo'ladi. Bu yerda yana media fayllarni kirgizib chiqish kerak bo'ladi. Kirgizib chiqiladi. Bir xil. Bu yerda уже mana ko'rganingizdek, Activate profil Instagram knopkasi o'zidan o'zi уже yoqilib qoldi. Mana reklama yongan paytda ham xuddi shunaqangi yonib chiqadi. Buni ko'radigan bo'lsangiz, mana Instagramda turishi, storiesda chiqadigan bo'lsa, xuddi shunaqa Activate profil Instagram bo'lib chiqadi. Bo'ldi. Xuddi shu maqsadda uni oblikat qiladigan bo'lsangiz, уже reklama ichiga tushadi. Trafikda shu asosiy ikkita maqsadda reklama yoqishingiz mumkin bo'ladi va shu bilan trafik mavzusi bo'yicha 2 darsligimiz tugadi. Iloji bo'lsa sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa 3-darslikda ham yaqin orada chiqaman.